Mana bu qizil kartochkali ishtirokni hamma ko'rdi do'stlar. Bu yoqda xuddi mana shu ishtirok bo'lgan payt Nicolas Tagliafico qilgan ishini qaranglar. Sразу ishtirok bo'lgandan yotib oldi. Va eng qiziq joyi xuddi mana shu payt kapitan komanda Messi kelib sudyaga gapiryapti. Qara deyapti, Tagliafico yotibdi, qara deyapti unga. Qara, ko'r deyapti. U yotibdi, Tagliafico deyapti. Sudya aytyapti, Messi deyapti. Unaqa narsa o'tmaydi. Bo'ldi, tugadinglar deyapti. Vaqtinglar bitdi deyapti. Chantajli, terpelali, любой narsani короче komandaviy qilishyapti do'stlar. Endi World Cup mayli, dunyo kubogi oxirgi marta yutish bo'lsa ham, lekin bunaqa chantajli yoki bunaqa terpelali qilish menimcha nestoid bu. Любой davlatda, любой din vakili bo'lsin ham menimcha bu juda kulgili, juda bir g'alati holat deb o'ylayman. Salomat bo'lasizlar do'stlar.